Kirish yabancılar uchun 2000 TL, o'quvchi o'zimizga o'quvchilar uchun 300 TL ekan. Va hozir odam unaqa ko'p emas edi. Ertalab shuncha keldim o'zi, odam ko'p bo'lmasligi uchun. Lekin meni anaqami olib qo'yishdi. Deydi, stabilizatorni olib qo'yishdi. Endi kim rasmga oladi bilmayman. Bilasizki, men hozir kirishi mashinadan o'zini qanaqa his qilsanglar bo'ladi, nima deydi? Royaltymi? O'sha qanaqa his qilsanglar bo'ladi, mana qaranglar. Zo'diganlik deydi o'sha. Qaraychi kiramiz. Akalar oldiga boraylik. Biletlarni o'qitib kirganinglardan keyin, tak, mana yozuv kutib olasizlar va bu yerda anaqa bor menimcha. Tak. Kimsa gece uygulaması için görmüş olduğunuz kanallar. Bu yerda anaqa bor. Neydi? Ma'lumot xullas. Ma'lumotda mana menyu deyapman. Yo'l anaqasi bor. Hozir biz birinchi salomlikdan boshlab ketamiz, keyin qolganlariga yuramiz. Ketdik. Mana biz ichkariga kirdik. Bizlarga videoga olib keyin o'zim sekin ko'rib chiqyapman-da. Hop. Mana menimcha rasm muzeysi bo'lsa kerak. Tak, sekin ketamiz dengiz tarafga. Bizlarga qaranglar sizlar. Şimdi maşallah hava bo'lyapti bugun. Anaqali nima deydi? Mayerga mos havo bo'lyapti. Endi mana shu yerda odamlar yashaganda to'g'rimi shu yerlarda? Mana bog'chalarda aylanib yurishganda to'g'rimi? Zamonlanib yuribmiz mana. Sizlarga hozir dengiz degani o'rdakchalarni ko'rsataman. Hamma menga qarayga bo'lsa, men hozir dengizga qarayman. Mana o'sha o'rdakchalar. Rasmga tushib, endi bu yerga o'tdik. Masaqa qandillarda rosa sevaman bor. Hayotda odamlar o'tirishgan qaranglar. Bitta qanaqadir majlislar qilib odamlar o'tirib olishadi yoki yemak yeyishgan. Wow, mamerga kirgim kelyapti. Oh, shu kiramiz endi sekin. Porque no tenía alfombra. Ama kimde otobüs ekan? Pianino. Este es otro estilo, pero muy bonito, ¿eh? Ya, pero es el contraste. ¿No? El otro sí que es más antiguo. El otro es diferente, es otro estilo. Es de otra época. Y además, máquina de árabe. Este es sin Haddalar mı harakat? Bütün masa ikisinde ovqatlanishgan bu. Chinni shekilli. Interesting. yüzyılda Osmanlı saray hayatında ortaya çıkan önemli değişim ve mutfak kültüründe etkilenmiş klasik dönem geleneksel yapısı korunmakla birlikte Batı etkili. Mana Batı etkili deyapti. Ya'ni Yevropadan qilingan deyapti. Короче deyapti.
Yevropadan ilhomlanilgan mutfak malzemelari sofralardagi yerini olmishdi. Kristal, oltin, gümüş, bakır gibi çok çeşitli malzemelerden üretilen 19. asır mutfak araç gereçleri arasında buz ihtiyacını karşılayan kristal kalıplar ve şu cesur farklı objeler de ortaya çıkmıştır. Diyor yani. Bular ne qarasalar o'zi Yevropani vibe'ini beryapti. Chunki Osmonlilardagi aslida mamlaqa narsalari bo'lmagan. Shishadan emas, ko'proq ular kumushdan aytishgan. Lekin mana bu yerda ko'rsalar bo'ladi. Shunaqa Yevropadan etkilangan, ya'ni Yevropadan nima deydi, ilhomlantirilgan tarzda qilingan. Hamma endi o'zi galaksiyada turgani qilaman. Lekin bu mana Chin bo'lsa kerak. Çay takımı, çay fincanı. Ha. Karela. Farklı örtüsü çay. Mesela yaparken. Başkalarını bekle. Bak kichkinaligini qaraydi. Bo'lgan ekan. Uni qisqa qaraydi. Qanday? Chiroyli. Ishga kiramiz endi. Privado, apartamento, recepción. Vanna, tuvalet. Bence eladiganlar ham bir. Müzik odasıymış burası. Tak, o'ngam chapgam yo'l ekan, o'zi o'ngga ekan. Lütfen dokunmayın. Dokunmayın. Hünkar hammam bor ekan. Mana materiallarini qaranglar, nima bu qanday yangi turibdi. Короче, kinoda ko'rdim. Hayotda ham ko'rish nasib bo'ldi. Odam ko'paymadan oldin chiqib ketamiz. Bitta ham so'qis borgan, rangi ajoyib boshqacha chiqyapti. Tarkabat. Rasmaga ham qarab qo'yaylik. Çatışma. Çarpışan Arap süvarileri. Mağlulat kareler. Haramda yani ayollar bo'lgan. Salomlik. Tak, to'xtalman, bittani qilib bir ekan. Sulton 1 Abdulhamid, Sulton 2 Mahmud. Mana bitta ko'ringlar.
tashqari ko'ryapti. Hop. Bunaqalar ko'p ekan. Vag'onlar bu tashmoqmi shunaqa? Ladies during the ceremonies, ladies would come here and watch the ceremonies from this way. Why? Because they have to hide. There were some foreigners. Exactly. Masjiddan ko'rishgan ekan. Tashqarida bo'layotgan masalan. Kinolarda ko'rganmiz-ku, misol uchun odamlarni o'ldirishni yoki tahdid chiqishlarini anaqadan ko'rib o'tirishardi. Masjid joylardan ko'rishgan ekan. Ana shuncha ochiq ekan bu joyda mana bittadan tashqaridan ko'rishgan ekan. Bunday tashqaridan ko'rsa unchalik bilinmaydi, lekin ichkaridan tashqari ko'rinadi. Shunchalik ekan bu qaranglar. Yomonga lekin вообще This one, it's sancak. We call it sancak. It's the flag of Ottoman army. That one is green. So before our flag was like that, green flag and red flag together. Green flag was the Islamic flag. Green represents Islam. Opa aytayaptiki, oldin yashil bilan qizil bo'lgan bayroq, chunki yashil islomdan ketadi, qizil o'zimizni turklardi. Hozir endi qizil deb aytib beryapti. Pardalar nimaga bu ko'k chiqyapti bilmayman, lekin sizlarga yaxshi ko'rmadi, men maza qilyapman ekan. Kelib ketishli joyi ekan. Sekin chiqamiz. Qaranglar, katta. Odamlar shunchalik katta bo'lishgan. Harem Hünkar Hazadası. Hazadası ekanman. Ama eshilarni ko'ryapsizlarmi? Rostdan qandilni просто так sevamanmi? Men o'zimning yashdan qilishmoqchi bo'laman, lekin rasmga olish mumkin emas ekan qo'yibman. Shunaqa merdivenlar bor ekan. Bo'ldi ekan, shu yerdan tushib ketamiz ekan. Buncha katta aynalar nimaga kerak bo'lgan ekan? Bunday qilib rasmga tushish uchun bitta rasmga tushib olamiz. Tak, chiqdik. İkinci bir salon mu? Şu katta joy ekan, boru. Agar tushib ketsa bo'lakan demoqchi edim, yopiq ekan. Menda Chindan kelgan. Sovg'a qilishgan. Bunda qaranglar. Ashima. Püştü. Sevimli rengim. Sarı var ekan. Look at this. Dişçiler. Sorry, you know that one for me? Yes. Ketdik. Bu qandillar ham ajoyib ekan. Qora. O'sha jigaram bo'lib qoldi, qora to'qlashdi. Hazine sergisi abiga kirdik. Buni qarang, yelkamga o'xsharmikan? Farmon ekan bu, qaranglar. Odamlar rasmlar. Bu qandil ham boshqacha ekan. Bu eshik. Just wow. Bu yerda imtihonchi bor ekan. Gidelim. Balandlikni ko'rasizlar. Qaranglar, ichini ko'rdingmi hozir? Ustunlarda qaranglar, ustunlarda. Mana tepasini qaranglar. Bunu boyab chiqishganini ayting, qarang. Nereye geleyim? Hozir kichkina joy turibdi.
Shu kuni oyog'ini qo'yib turganmikan? Ajoyib qiziqdim shunga. Chiqib bizga u ana yerda qaranglar, eshik juda katta. Pianino bor ekan. Fortepiano bilan bu. Haramga o'tib ketamiz ekan. Ovozi вообще eng ko'p ishlatgan narsam kelgan bilan вообще bo'lsa kerak menimcha. Salqin o'tirib skameyka bo'lganda o'tirardim bor. Bambukmi bu? Bunga tegib ketsa bo'ladi, to'g'rimi? Shapkach. İçeride rasmga tushgim keldi shularni bor. Bu yoqqa pushti ekan. Bu yoq sekanligin nima deydi? Oddiyroq ekan. O, mana skameyka bor ekan, yo'q, bu yoqqa quyoshlar ekan. Gulchalar, endi bu Osmonli davlatining gullari emas tabiiy. Balkim o'sha paytda ham bor bo'lgandir, lekin gulchalar. Endi rasm muzeyga ketyapmiz ekan. Tak, haram bilan salomlab qo'yadi. Tamam, birinchi rasm muzeyga bu yoqqa kiraylik. Limon kafe bu yoqqa kirib kelgansiga haramga kirdimmi yo'qmi? Shuni tushunmadim bor. Tamam, girelim buraya. Wow. Havosiga borib bayılacağım. Toyta anaqalar birga oshtoqli hozir boramiz ekan. Aylanib. Bu gul, bu daraxt. Til ojiz bor. Rostdan buni ham sevdim. Buni nomi bir narsa edi. Bilardim, hozir eslolmayapman ekan. Biz kechadan ilgari kundan beri juda ham ko'p ko'rdim va sevib qoldim bu daraxt. Pushtisi bo'lardi, pushti sochlardi ko'p. Suv juda ham qolib ketibdi, lekin oyoqqa bo'lib ketibdi. O'rdakcha. Zibo desladim bu o'rdakchani ko'rib. Qochmasmikin? Qochdi. Ushlamoqchi edim, istiva qo'yma. Tura qoldi. O'zimga qo'y va bo'ldi, suvga tushib ketadi endi. O, ketdik. Davon shuni ham qo'ymadik. Endi mana g'ozni ko'ramiz. G'ozimiz bu oqqush bu. G'ozni. Ой, şunu. Bakalım hala bunu. Havadan geçemez olsun. Koşması lazım. Şöyle. Siz kere bakalım. Buradayım mı? Buradayım. Bunlar bakmıyor. Ben gamsız ayrılmıyorum. Allah Allah. Neresinden doğuruyor? Ağzından. Kedi de varmış. Kedi. Pis pis pis. Kedi.
Resim müzesiga sekin kirish qilamiz. Biz такой o'qib ketdik. Tepagimda chiqamiz aka hozir. Ya bismillah deb sekin kuch to'plab kiramiz. Bugun endi kunni boshlanishi, hali qiladigan ko'p ishlarimiz bor. Qani boshladik rasm muzeysi. Kirish bu yoqqa kelib boshlaymiz ekan. Kinolarda ko'rgan anaqalarimiz, ssenlarimiz. Shu koridordan sekin ketamiz ekan. Salvatore Valeri nima degan? Valeri kağıthanede görünüm. Kağıthane hazırdaki kağıthane mi? Şehzade Burhanettin Efendi. Ayvazovski salonu. Sultan Abdülaziz. Men sevdim buyuradi, mamlakat chiroyli qiladi. Qaranglar. Place artists. Place mi? Hech kim yo'q ekan. Короче, men bu rasmlarni shunaqa kirib ketaveramiz endi biz haligi o'ylanib va mudayanga o'xshaganman. Dolmabaqcha saroyi. Mana bu hozirgi Dolmabaqcha joyimiz. Nama Kız Kulesi. Oy. Skuter department. Galata limani, Galata port. Kecha borgan joyim. Bilasizlar, turklarda hammom kulturi bor. Ali ko'pchilikka mashhur va bu yerda ko'ramiz. Osmon Hamdiy. Yang'in bu Osmon Hamdiy chizgan ekan bu rasmni. Xabar beramiz endi. Eshiklarga qarang. Havorang ko'rinyapti, sizlarga bilmaymanmi? Lekin menga oppoq ko'rinyapti. Anaqa kiyimlar, mana kiyishgan. Bunda suv anaqa qilishgan. O'zimizdagi cholgim bilan nima deyiladi buni? Nomini eslolmadim. Sizlarga boshqacha ko'rinyapti cho'ta borib. Menimcha tepasi, mana tepasi ko'k shekilli, shuning uchun sizlarga ko'rinyapti. Lekin menga oppoq ko'rinyapti. Hadi uzun soğuk durduk. Başka içelim. Karanlık da. Görmek için mi? Gelişim.
Yıldız Saray müzesi. Yıldız Sarayga bugün bormoqchi edim. Xudo xolasa o'sha yerdan chiqqandan keyin boraman deb turdim. Qaranglar. Rasmga olishni ko'rasizlarmi? Такой. Ko'rsatdim menimcha. Chiqishni topolmay qoldim endi. Yetib kelibmiz. Ekan chiqish. Rasm sergilariga odatda borib turardim. O'zbekistonda ekan. Adam shunaqa ranglarni qalab qo'ygan, eski bo'ladi. Va uyda bo'lardi shunaqa. Yashil shunaqa rangli bo'lardi. Xuddi shunaqa bo'lardi. Tak, chiqishga yetib keldik. Ketdik arkadaşlar. Dengiz manzarasi ko'rinadi. Chiqdik endi. Hozir oshqcha vaqtim yo'q, kirib o'tirishga. Shuncha hoziroq ketamiz. Yo'q, men shu narsaga hayron qoldim. Любой joyga boray, Ayshamda bu joyda Aysham nima qarayman, yo'q boshqa odamga gapirayotgan bo'ladi. U maytayni bor ekan. Doim shunaqa bo'ladi xullas. O'rganmam qo'lladim tak. Men sizga bitta narsa aytib bermadim aytgancha. Men ham sekin o'tib ko'rsataman. Xullas hali birinchi jomidan chiqayotganda, ya'ni Dolmabaqshan jamiyatidan chiqayotganda bitta anaqa bilan tanishib qoldim. To'g'rirog'i men videoga olayotgandim. Men qarab turdi-da. Keyin menga gapirdi. Keyin qayerdasan dedi, O'zbekistonda. Men desam, keyin inglizcha gapirdi. O'zim ham inglizchani u darajada yaxshi bilmaydi. Keyin ha dedi, isming nima dedi. Keyin Oysha dedim. Keyin sen isming nima? Qayerdasan desam, u Italiyadan ekan. Katta tog'a o'zi. Keyin iya dedim, Italiyaga qiziqaman, o'rganyapman. Shunaqa Italiyaga ham anaqaga biraz gapirdim, Italiya haqida qiziqishim. Rosa xursand bo'ldi keyin. Keyin men bitta Dolmabaqshaga ham mendan keyin kiruvdik, keyin u yerda ham ko'p ko'rib qoldim. Rosa shunaqa bo'ldi. Endi tarafga o'tamiz. Limonli kafe ekan bu yer. Tashga kirib, oxir menimcha chiqib ketamiz shu bilan. Agar chiqmayotmasa, menimcha yo'q haram bor. Hali tushunmadim haramga kirdimmi yo'qmi? No, haram Selamlik haram koridori deb qo'yilgan, ya'ni ikkalasini bog'laydigan koridor deb qo'yilgan. No. Yine de bilmem. Ko'ramiz shu. Harama giriyoruz işte. Bunu qaraylar. Masaklardan oldiroq o'tib olishim kerak edi. Çok desenli ama yani Prosto mükemmel mi? Diğer şehirde de sağda. Ko'rgan bo'lsanglar shunaqa orqali aniq qilishardi. Yo'q, lekin bunday ochiq bo'lardi, bilmadim u nimagaligini. Neyse. Taxt bor ekan, qaranglar. Kichkinaroq ekan lekin. Tepasidagi narsalar nima? Serlar yoqilmay. Makrela fittu, shunchalik har xil turli stollar ekan. Bu endi manba aniq bo'lishi mumkin, qolganlari Avropadan aytganimish. Bu haligi ustiga narsa qo'yib qo'yadigan narsalar. Sehpa deyiladi. O'zbekchasini so'radim. Mana bu hotepadagilar Turkish. Qaranglar turlari. Uni qaranglar.
Xodimni ko'rmabman. Onu qarayapman bir tepaga tushib chiqaradigan ekan. Xonimlar turishga gap qiladi. Hamma qiladi davlatlar hozirlar bilan kelganda suqollar turishga ekan. Ayiqmi bu? Nima bu? Bo'rimi yoki? Ayiqi? Hamdagi sultonda hammom ekan bu. Bu bunaqa chindan ekan. Do not touch please. Nima ekan? Mana qizlarda ham bo'lganmi? Ko'rganmisizlar? Anaqamikan? Bu. Ko'mir pechka. Garderob ekan bu. Sultonni garderob. Yo'q, bunchalik oynani nima keragi bo'lgan, men tushunmadim. Nima qilishgan bundoq oynada? Bu narsalarni sho'rlashib o'tirishganda to'g'rimi? Bunday qilib yana bir gapda. These or these? Oh, what's this actually? Or these? These for you. Oh, thank you. Did you do it yourself or bought it? I made. You? Oh. So beautiful. Thank you. Arkadaşlar ben bu yerde bir de xo'roz ko'rib qoldim. Va u xo'roz meni birinchi boqqan xo'rozimga juda ham o'xshagan. Qo'shni sotadi, hozir boraman endi. Qarang. Yo'q. Tovuq chalay, xo'roz chalay. Ha, ichida bir narsa ham bor. Plus xo'roz, mana. Men boqqan xo'rozga lekin meniki chiroyliroq edi-yu. Mayli. O'xshatgan orqali. Ushib ketishdi. Давай. Bizim xo'rozlarimiz. İşte bugün de işte katlarını çıkartıp oluşturacağız.